Bobomning televizori. Bizda borki barcha narsalar, umrimizda qilgan amallar, asli kimmiz shunga bo'lajak guvoh, oxirat so'rog'in qilajak Alloh. Qayerdan oldik u qachon va nega? Qay maqsadda foydalandik biz? Vaqti kelib ulug' hisob kunida hammasiga albat javob beramiz. O'limdan boshqasining iloji bordir. Tejamkor bo'lmagan oxiri xordir. Shunday ekan, tashlashga shoshmang, imkon qadar ishlatib yashang. Isrof yomon odat judayam, ortida bor ko'p tashvish, alam. Bu hali ham butun ekan. Kel uni Musinga beramiz. U sayohat qilishni yaxshi ko'radi-ku. Ha, yaxshi o'ylabsiz. Ana o'zi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir seni eslab turgandiga. Musin, bu yoqqa kel. Ha, qani kel. Endi men tanlayman. Yo'q, men bingoni ko'rmoqchiman. Uni ko'rib bo'ldik-ku. Bering menga. Alhamdulillah. Rahmat. Arzimaydi. Ehtiyot bo'l. Shoshma, Xana. Meni navbatda. Oy. Bobojon! Dada? Nima gap? Nima bo'ldi? Televizor buzilib qoldi. Odamni qo'rqitib yubordingiz-ku. Yo'q, buzilmadi. Doim ursam ishlab ketardi-ku. Ha, bolalar, nima bo'ldi? Televizor buzilib qoldi, dada. Buzilib qoldi? Birinchi marta buzilishi emas. Ming martalab tuzatib bo'lganmiz. Tashlab yuborsak ham bo'ladi. Yangi televizor sotib oladigan payt keldi shekilli. Nima deysiz, oyim? Ha, endi kerak emas. Uni qayerga tashlaysiz, dada? Chiqindilarni qayta ishlash markaziga jo'nataman. Voy, belim. Nega shunchaki u yoqqa tashlab yubormayapsiz? Elektron chiqindilarni to'g'ri yo'q qilish kerak. Elektron chiqindilar? Nima u? Elektron chiqindilar degani bu elektr chiqindilar, ishdan chiqqan turli qurilmalar. Kir yuvish mashinasi, radio va muzlatgich. Eski ventilyator, yana eski televizor. Yodda tutingiz buni. Ularni oddiy chiqindidek tashlamang zinhor. Nega? Chunki ularning tarkibida metall va zaharli kimyoviy moddalar bor. So'ng tarqalar, ummonlar iflos bo'lar, so'ng tarqalar. Yegulikni zahar qilar. Shuning uchun doim o'ylab tashlangiz, tabiatga doim g'amxo'r bo'lingiz. Elektron chiqindini tashlamay, qayta ishlash markaziga topshiring. Barcha qurilmalarni qayta ishlaylik, tabiatni beg'ubor asrab avaylaylik. Bo'ldi, tayyor. Bu yerdagi hamma narsa yangi buyumga aylanish uchun o'z sayohatini boshlaydi. Televizorim qani? U yuk mashinasida. Lekin nega? Qayta ishlash uchun. Nima? Nega uni qayta ishlashga topshiryapsan? Hali yangi televizor bo'lsa, oldin mendan bir og'iz so'ramaysanmi? Darrov tashlab yuborganing nimasi? Kechirasiz, dada, uni butunlay buzilgan deb o'ylabman. Albatta yo'q. Men hamma narsamni ehtiyotkorlik bilan ishlataman. O'zicha qayta ishlashga topshirmoqchi bo'lganmish. Dada, sizga yordamlashaymi? Yo'q. Endi nima qilamiz? Bobomni rosa jahli chiqyapti. Ayb senda, bingoni ko'raman deb xarxasha qilding. Yo'q, ayb menda emas. Umar, Xana, agar qandaydir xato qilsak, biz darrov Kechirim so'raymizmi? Xana, yur. Bobojon. Bobo, biz kechirim so'raymiz. Televizoringizni buzmoqchi emasdik, bobo. Kechiring, bobojon. Umar, Xana, bilasizlarmi, bu televizionni nega bunchalar yaxshi ko'raman? Yo'q, nima uchun? Uni menga sizlarning dadangiz olib bergan. Bir paytlar qo'lim kaltaligidan tuzukroq narsa sotib ola olmasdim.
Lekin Allohim juda mehribon. Alloh menga mehnatkash o'g'il ato etdi. Bu yoqqa kela qol. Bunga bir qara. Uyimizda shunday narsa ham bo'lsa yaxshi bo'lardi, to'g'rimi? Ha, dada. Keyin birga futbol, kurash, yangiliklar va boshqa ko'rsatuvlarni ko'rishimiz mumkin. Yaxshi bo'lardi, dada. Uyingizda o'z televizoringiz bo'lganiga nima yetsin? Agar olamiz desangiz, unda mayli, uyga qaytaylik, o'g'lim. Qorong'u tushyapti. Ha. Voy, o'sha paytlar men bu haqda bilmasdim, lekin dadang pul topish uchun o'qishidan keyin ishlay boshlabdi. Kelib qoling, rang-barang sharlar bor. Bolam, Shar yig'lama. olasizmi? Ha? Yo'q, yig'lama, shar Yig'lama. beraymi? Qaysi rangidan beray? Bo'ldi. Bu nima o'zi? Voy, Meni uzr, savotim janob qani? xonim, esimdan. Voy Alloh. Abo, yana sindirdingmi? Faqat yarmimi? Shunisiga shukr qil, maoshingdan ushlab qoldik. Hozirroq qarzingni to'la. Juda ham afsusdaman. Alhamdulillah, ya Alloh. Albatta, bu bizning beradigan rizqimizdir. Uning hech tugashi yo'qdir. Sot surasi 54-oyat. Bizda borki barcha narsalar, umrimizda qilgan amallar. Asli kimmiz shunga bo'lajak guvoh. Oxirat so'rog'in qilajak Alloh. Qayerdan oldik-u, qachon va nega? Qay maqsadda foydalandik biz? Vaqt kelib, ulug' hisob kunida hammasiga albat javob beramiz. Endi ko'zingizni yuming, dada. Qarang! Allohu akbar. Nima bu? Bu sizga, dada. Alhamdulillah. Dada. Qachon quvonganimda, gol urdi. Yolg'iz qolganimda, xafa bo'lganimda, hech biringiz yonimda bo'lmagan paytlar shu televizor menga dardkash bo'ldi. Yuring, dada. Birga televizorni tuzatishga harakat qilamiz unda. Maylimi? Shunday ekan keling, e'tiborsiz bo'lmang, yaroqlisin oling, tezroq ajratib. Shunday ekan tashlashga shoshilmang, isrof yomon odat, tashvishni keltirmang. Oy. Dada, hech qisi yo'q. Sizga yangisini olib beramiz. Xafa bo'lmang, bobojon. Ana o tomonga, yana ozroq. Yaxshi. Ona yerimizni qutqarayotganingiz uchun rahmat. Nima? Ona yerimizni qutqaryapmiz. Elektron chiqindilarni qayta ishlasak, biz yerni ko'proq ifloslanishdan qutqaramiz. Oltin, kumush va mis kabi metallar qayta ishlanishi mumkin. Shu tariqa yana yangi xomashyolar qazib olishimiz shart bo'lmaydi. Qo'ying. Shunday qilib, ikkalangiz ham yer qahramonisiz. Albatta, bu televizor menga rosa beminnat xizmat qildi. Televizoringiz yana xizmat qilishda davom etadi, bobojon. Yangi televizor ko'radigan payt keldi. Endi o'zimga devorga osiladigan televizor olmoqchiman. Reklamasini ko'rdim. Juda tiniq